Assalomu alaykum hammalarga. Sadosh Cooking kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi yana ajoyib retseptlarimizdan biri olmali murabbo, pavidlo ham deb aytiladi. Olmalarimizni idishga chiroyli qilib artib olamiz. Qanaqa olma ishlatishingizni o'zingizlar xohishinglar, faqat sal suvliroq bo'lsin, juda ham quruq olma bo'lishi kerak emas. Ozgina shirini bor, juda nordon ham bo'lmasin. Nordon bo'lsa shakar ko'p solishingiz kerak. O'sha aytilgan me'yoriga kelmay qoladi, kelishi qiyin bo'ladi. Menda shunaqa olmalar bor edi. Sortini bilmayman, nimaligini buni. Suvli, shirin olma edi. Shularni artib oldim. Birinchi 1 kilodan oshirmamchi 1,5 kilo chiqsa kerak. Katta edi. Pare qilib to'g'rab olamiz, ingichka qilib. Xohlasanglar to'rtburchak qilib to'g'raylar. Men shunaqa pare qilib idishga shu qaynatadigan kastrulkamga birato'la solib oldim. Shu ko'rinishda qolganlarni ham solib, tayyor qilib, pastroq olovga gazga qo'yamiz va ustidan bitta kichkina kosa chiqadigan suv solamiz va bitta kichkina kosada shakar, chunki meni olmam o'zi shirini bor. Shirin olma, shuning uchun shakar ko'p solmadim. Olma qancha ko'p kamligiga qarab shakar suvini qarab solasizlar. Ko'proq bo'lsa ko'proq, kamroq bo'lsa kamroq va past olovda shunaqa qilib ko'lab turib, eziltirib qaynatasizlar. Qarab turasizlar, o'zi oxir suvi kamayib, ezilib ketadi. Mana ezilib bo'ldi, chiroyli bo'lib, endi men buni blender qilib yuboraman. Xohlasanglar blender qilmasdan shundoq qoldirsanglar bo'ladi, o'zi quyilganda dona bo'lib turadi yoki pyure ezadiganda ezib yuborsanglar bo'ladi yoki shunaqa blender qilib yuborsanglar pavidlo bo'ladi. Chiroyli bo'lib, juda ham mazali bo'lib, ko'rinishlari chiroyli chiqadi. Mana bo'ldi, gazdan oldim, suvi qolmadi, shunaqa chiroyli bo'lib quyildi. Sovutib, bankaga, idishlarga solib oldim. Buni sariyog'larning ustidan nonga surib yesanglar shunaqa mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar va kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikrlaringizni yozib qoldirsanglar xursand bo'laman.